unga qarab qo'ydi. So'ng o'ng'aysizlangandek mullaga o'girilib kulimsiradi. Yoshlarga kulgi bo'lib nima qildi? O'zingiz bilasiz, men rang boshingizga qarab bir savob ishga qo'l ursam degandim. Mulla Doniyor dikonglab eshik tomon yurdi. Tushda chayon ko'rsa nima bo'ladi? Deb yubordi Farmon amak beixtiyor. Chayon ziyon, dedi mulla va qiringlab kulib qo'ydi. Aftidan u so'zining ma'nosiga emas, xofiyali aytganiga xursand bo'lib ketgandi. Farmon amaki chuqur xo'rsinib qo'ydi. U aytilmas dardga yo'liqqandek og'ir ahvolda qolgandi. Birovga dardini yozolmas. Ochig'i buni o'zi ham istamasdi. Bolalarini bezovta qilgisi kelmas. O'zi bilan o'zi olishib yashardi. Chayon chaqqaniga ham odam o'ladimi? Ja, vahimachi bo'lib ketdim shekilli, derdi u ba'zida o'ziga tanbeh berib. Chayon chaqqan odam o'laversa, dunyoda odam qolmaydi-ku. Shu va shunga o'xshash gaplardan keyingina amakining chiroyi ochilar. Haligina bo'lar bo'lmasga g'azabini sochib, kelinlarini xafa qilib qo'yganini eslab xijolat bo'lardi. Bu tush, bu gap so'zlar bora-bora unutilib ketarmidi agar qishloqda o'sha ko'ngilsiz voqea sodir bo'lmaganida. Yaqindagina undan ko'ngil so'rab ketgan mulla Doniyor somon olish uchun aqulxonasiga kirganda chayon, ba'zilar qora kurt deyishadi, chaqib olib kasalxonaga yetar yetmas yo'lda jon berdi. Mullaning o'limidan ham ko'ra chayon chaqibdi, zaharli chayon ekan degan mudhish xabar Farmon amakining yuragini yordi. Butunlay esankirab qoldi. Uyqusidan halovat yo'qoldi. Yoz kunlari emasmi? Havo dim bo'lgani uchun hovlidagi ishxom ostidagi so'rida yotgan amaki yarim kechasi cho'chib uyg'onib ketdi. Shosha-pisha ko'rpa yostig'ini yig'ishtirib uyga kirib ketdi. Tun yarmida uni bezovta qilgan narsa tok barglarining bexosdan shitir-shitir qilgan edi. Issiq va dim uyda tonggacha to'lg'irib uxlay olmadi. Hayot deb atalmish mo'jiza Farmon amakini butunlay jodulab qo'ygandi. Ba'zida so'rida yolg'iz o'zi hayollanib o'tirganida yerni, mana shu oyog'imiz ostidagi yerni yomon ko'rib ketardi. U tuproqni ulkan ajdahoga yoki yalmog'iz kampirga o'xshatardi. Xohlagan vaqtda xohlagan odamini tutib olib yeydi. Qancha yegan sayin to'ymaydi. Nafsi hakalak yotib boraveradi. Rostda, butun ko'rgan odaming ertaga yo'q. O'lim shunchalik oson va yaqinki, diqqat Doniyorga o'xshagan beg'amlar duch kelgan joyda, duch kelgan vaziyatda yerga yem bo'lib ketaveradilar. Ehtiyot chorasini ko'rishmaydi. O'qigan mulla odam deb kim aytadi? Somonga qo'lini urmasdan panxasha bilan olsa ham bo'lardi-ku. Farmon amaki mulla Doniyor haqida o'ylab o'zicha uni yozg'irarkan, mullaning o'rnida men bo'lganimda nima qilardim degan savol xayoliga kelib, miyasiga o'rnashib qolishdan cho'chirdi. O'zini chalg'itish maqsadida
ko'chaga chiqib ketardi. Farmon amaki o'g'il uylantirib, qiz chiqarib, bir hovli nevara ko'rgan bo'lsa-da, endigina 50 yoshga kirgandi. O'g'il qizlari tadbirkor chiqib, ro'zg'or og'irligini allaqachon bo'yinlariga olib, otalarini pensiyaga chiqmasdan turib, uyga o'tkazib qo'ygan. Shuning uchunmi amaki xonanishin bo'lib qolgandi. Ishlab yurganida bir nav bo'larmidi? Har qalay har narsani o'ylashga, vahimaga berilishga vaqt topa olmasdi. Shunday kunlarning birida Farmon amaki tongga yaqin uyqusi qochib, shiftga tikilguncha o'tgan qatganni eslab yotarkan, devorda naq eshikning tepasida o'rmalab ketayotgan qandaydir hasharotmi, jondormi, xona ichi nimqorong'i bo'lgani uchun yaxshi ilg'ay olmadi. Ishqilib nimadir o'rmalab ketayotganini ko'rib qoldi. Ko'rdi-yu, yoshiga yarashmagan chaqqonlik bilan yirg'ib o'rnidan turdi. Shosha-pisha chiroqni yoqdi. Yaqinroq borib qararkan, amaki ko'zlariga ishonmadi. Devorda kattakon chayon dumini gajak qilgancha lapanglab o'rmalab borardi. Farmon amakining yuragi to'xtab qolay dedi. Oyog'ining uchigacha muzlab ketdi. Quloqlari ostida oppoq soqolli cholning "Ajaling chayon qo'lida" degan so'zlari jaranglab aks sado bergandek bo'ldi. Ildamlik bilan ostonada yotgan kavushini olib chayon tomonga otdi. Mo'ljalni to'g'ri olgan ekan. Tap etgan ovoz eshitildi-yu, zum etmay kavushga qo'shilib majag'langan chayon ham yerga uchib tushdi. Oppoq devorda qoramtir qizg'ish iz qoldi. Kalishini oyog'iga ilgan amaki shundoqqina devor tagida yotgan chayonni oyoqlari ostiga olib alam bilan ezg'ilardi. Xumordan chiqquncha ezg'iladi. Keyin chayonning o'lganiga, qayta tirilmasligiga ishonch hosil qilish uchun engashgancha ezg'ilanib yo'q bo'lib ketgan, o'rnida shilimshiq bir narsa qolgan yerga tikilib turdi. Bir xayoli hoziroq hovliga chiqib, o'g'illari-yu kelinlarini uyg'otib, vahimasini oshkor qilmoqchi bo'ldi. Lekin zum o'tmay bu fikridan qaytdi. Hali nonushtadan keyin bafurja gaplashganda ham boshqa yo'l bilan, ya'ni kelinlarining dangasaligini, uquvsizligini bahona qilib, ularni bir qista-bastiga olib qo'ymasa, shuncha uqtirishlaru tanbehlardan keyin ham uy joyga e'tibor bermay qo'yishganini pisanda qiladi. Kerak bo'lsa qattiqroq gapiradi. Nima? Ozgina e'tiborsizlik tufayli allaqanday jonivor dastidan butun boshli bir odam o'lib ketaveradimi? Farmon amakining ko'ngli buzildi. O'zini g'arib, beparvo, qarovsiz